Savol. Assalomu alaykum. Qandaq ahvollari salomat turlimi? Allohdan o'zlariga uzun umr va tan saqlik tilayman. Atrofimda pulchilik qiladigan tijoratchilar bor. Bular turayotgan davlatdagi savdogarlarning pulini vatanga va boshqa davlatlarga yoki vatandagini bu tarafga yo'tkab pul topadi. Biroq dollar olsa yuanga hisoblab va aksicha bozor bahosidan biroz farqlantirib olib sotadi. Biroq pulni ma'lum davlatga topshirib olib, ikkinchi davlat orqali ba'zida tegishma, ba'zida bank orqali yo'tkaydi. Shu aralıqda 2-3 gün vaqt yo'ldagi to'shaydigan odam chiqmaslik va qatnash sababidan pulni topshirish va topshirib olish kechikib qoladi. Mushu savdo tipidagi pul almashtirish, yo'tkash ishlari durustmi? Yana bir muhim nuqta. Ba'zi savdogarlar shirkati bo'lmasligi, bo'lgandimi bojning eshib ketishi, bankining osti bo'lishi degandek sabablar tufayli pulni shaxslar orqali o'tishtirib yo'tkashga majbur. Ham bu dunyo miqyosida jumladan Uyg'ur savdogarlari orasida qulaylik keltirayotgan, ko'pincha saqlanag'ili bo'lmaydigan bir usul bo'lib, vaqt mos kelmaslik, qatnash va to'shish orasidagi vaqt kechkishi tufayli topshirish va topshirib olish 1-2 kun kechikadi. Yuqorqi sabablar bu kechikishning jazoni shakllantirmasligiga yetarlikmi? Allah imonlarni ziyoda qilish bilan qalblariga nur ziyo ato qilsin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatulloh. Tinchlik Allohga shukr. Pul avatguchi pul yo'tkizuvchi bilan pul almashtirgan va bir tur pul naq, yana birisi nesi bo'lgan pulchilik ishida pulni o'z yenidan almashtirib yetkazib beradigan, bir vaqtning o'zida ham alg'uchi ham yo'tkizuvchi bo'lib qoladigan, shundaqla hadislardagi ikki taraf naq-munaq topshirib olish sharti topilmay qoladigan bo'lg'achqa bu ish joiz bo'lmaydi. Pul yo'tkashga aloqador ahkamlar fatvosida bayon qilinganidek, bu urush yoki zulm sababli favqulodda qiyin sharoitda yo'tkazuvchining o'z yenidan almashtirib yetkazib berishi zaruriyat tufayli mayli deyishga bo'ladi. Ammo odatdagi ahvollarda garchi jimi pul almashtirish ishlari shundoq bo'layotgan bo'lsa-mu joiz bo'lmaydi. Chunki undoq qilishga zaruriyat yo'q. To'g'risini qilishga imkon bor. Jazoniga zaruriyat sirtida bu turli ehtiyoj yoki qulaylik yaratish jihatdan ruxsat qilinmaydi. Bu ko'ngil xotirjam bo'ladigan hozirgi ko'pchilik olimlar tanlagan qarashdir. Ba'zilar yo'tkazuvchini ish haqqi olib pulni boshqa davlatga yetkazib beradigan vakil, ish haqqini pulni yo'tkashga qarta olgan, pulni boshqa turga vakolatdan almashtirdi. Demak, bu ish haqqi olgan vakolat deb buni joiz deb qaragan. Lekin ko'pchilik olimlarning nazarida u kishi pulni o'zi yenidan almashtirmay, muvakkil talabi bo'yicha birsidan almashtirsa, pul almashtirish naq-munaq bo'lsa, keyin almashtirilgan pulni yetkazib bersa bo'ladi. Agar pulni o'z yenidan almashtirib yetkazib beradigan bo'lsa, bir vaqtning o'zida ham alg'uchi ham sotquchi bo'lib qoladi-da, ikki taraf qo'liga naq-munaq topshirib olish sharti topilmaganlikdan joiz bo'lmaydi. Hanbali mazhabdagi bir qarashda muvakkil talabi bo'yicha vakil pulni topshirib olgandan keyin o'zi yenidan almashtirsa bo'ladi. Bu ahvolda vakilga almashtirishga bergan pul uning qo'lida omonat bo'ladi. Andin uni degan yerga yetkazib bersa bo'ladi. Lekin bu qarashdagi ikki kashili bor. Biri degan yerga topshiruvchi bo'lgan arliqda pul vakilning qo'lida qusursiz yo'qab yoki o'g'irlanib yoki musodara qilinib ketsa, to'lamaydigan omonat bo'lishi kerak. Buningga pul egasi rozi bo'lmaydi. Yana biri pul almashtirilgan soatda almashtirishning naq-munaq bo'lishi uchun har ikki pul vakilning qo'lida bor bo'lishi kerak. Ikki pulning biri qo'lida bo'lmasa, yana naqlashish vujudga chiqmay qoladi. Odatda yuqorqi ikki kashildan saqlanag'ili bo'lmaydi. Shunga pul yo'qab ketdi deyilganida haqning zayi bo'lishidan va naqlashmaslikdagi jazoni shubhasidan saqlanish jihatdan yana ko'pchilikning qarshi bo'yicha ish tutmay bo'lmaydi. Pul yo'qab ketib, haqning zayi bo'lishidan ansirab, pulni omonat emas, qarz deschi. Javob: bu qarz emas. Chunki pul egasi pul almashtirishdan foydalandi. Halbuki qarzdan foydalansa bo'lmaydi. Qarz berganda uni boshqa turdagi pulga so'ndirib, so'mmani bekitib qo'yishga bo'lmaydi. Pul yo'tkab bergichimi yo'tkab berganligiga xizmat haqqi oladi. Ham u pulni pul egasiga qaytarmaydi. Balki boshqa davlatdagi boshqa birisiga topshirib berdi. Demak, bu sarraflik aralashgan havolidir. Yana ba'zilar mazkur savolda ishora qilinganidek, davlatlar aro vaqt farqi tufayli qo'lma-qo'l almashtirish mumkinchiligi topilmaydiganligi va buningdan ko'pincha saqlanag'ili bo'lmaydiganligini ko'zda tutib, topshirib berish vaqti bekitilmay, pulni boshqa turga ayirib tashlashda qo'lma-qo'l bo'lish sharti topilmay topshirib berilsa, hech gap bo'lmas deb fatvo berganlarmi bo'lgan. Lekin bu fatvo bo'yicha topshirib berish vaqti bekitilmagan bo'lishi va qo'lma-qo'l almashtirish mumkinchiligi yo'q bo'lish shart qilingan. Velhasil, qo'lma-qo'l almashtirishga imkon bo'lmagandala zaruriyat jihatdan kechikib topshirishga ruxsat. Ko'pincha savdogarlar zaruriyat darajasiga yetmasimi, ba'zi bir qulayliklarni yoki ko'proq foydani yoki chiqimni azaytishni ko'zda tutib qilinayotgan usuldan boshqacha to'g'ri chora izlamay, umum iqlim bo'yicha ketayotmoqda. Mening uzun muddat bu masalada izlanishim jarayonida hozirgi noto'g'ri usulni joiz deydiganga shar'iy asos qanoati yoki mo'tavir biror organ fatvosini topolmadim.
Mening najizona izlanishim natijasida sunadigan choram pul yo'tkashga aloqador ahkamlar fatvosida bayon qilinganidek, birinchi, pul avatmoqchi bo'lgan kishi pul turini almashtirib tayyorlab yo'tkaguvchiga berishi. Ikkinchi, pul avatmoqchi bo'lgan kishi pulni yo'tkaguvchiga topshirib, uni pul almashtirish va yo'tkash ishida vakil qilsa, u kishi pulni o'z yonidan almashtirmay, muvakkil talabi bo'yicha birsidan almashtirsa, pul almashtirish naq-munaq bo'lsa, keyin almashtirilgan pulni yetkazib bersa bo'ladi. Balkim savdogarlarning mavjud bo'lgan noto'g'ri usulga fatvo izlashning o'rniga shariat ko'rsatgan to'g'ri yo'lga qaytishi yoki shariatga uyg'un yo'l tepishi chiqish yo'li bo'lsa kerak. Bo'lmasa savdogarlarning noto'g'ri usulni umumyuzlik qo'llanishi shariat ahkomlarini amaldan qoldirayotgandek bo'ladi. Alloh egam jami savdogarlarimizni jazonidan, shubhidan xoli, halol, pok rizqi muyassar qilg'ay. O'zlariga bu yo'lda ko'rsatgan izdinish va bosh qotirishlari sababli ajr ato qilg'ay. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah.